Sarafroz aldagani yo'q. Pike, iltimos bas qilinglar. Yo'q. O'sha kuni nima bo'lganini hammaga to'liq gapirib ber. Pike, qiynama meni. Faqat bir marta men uchun. Iltimos. Men nikoh idorasida o'tirganimda bitta xat keldi. Uni Sarafroz olib keldimi? Yo'q. Qandaydir boladan berib yuboribdi. Xatda ismi yozilganmidi? Yo'q. Unda bu xat Sarafrozdan ekanligini qayoqdan bila qolding? U boshqa qizga atalgan bo'lishi mumkinligini o'ylamadingmi? Bu yerda boshqa qizlar ham bormidi? Bitta qiz bor edi. Mushuk ko'targan qiz esingdami? O'sha qiz mushugini senga berib, ushlab turishingni so'raganda, xatni olib kelgan bola seni tanirmidi? Yo'q. Senchi? Uni tanirmiding? Yo'q. Unda o'sha bola xatni aynan senga berishi kerakligini qayerdan bildi? U qo'lida mushuk ushlagan qizga xatni berish haqida topshiriq olgan. U xatni senga berdi. Sen uni o'qib ketib qolding. Sarafrozga bir marta ham qo'ng'iroq qilmading. Unga qo'ng'iroq qildingmi? Qilolmaganingga Tapasvijining noto'g'ri raqami sabab bo'ldi. U musulmonlar yolg'onchi bo'ladi deb tuhmat qildi. Sarafroz seni aldamadi, Jaggu. Nimalar bo'lyapti bu yerda, birodarlar? Kuchuk mushuklar haqida ertakda o'qiyapsizlarmi? Nima, kuni bilan cho'pchak eshitamizmi? Bir daqiqa shoshmanglar. Kim haqligini shou yordamida aniqlashimiz mumkin. Jago telefoningni olib Sarfarozga qo'ng'iroq qil. Raqam mavjud emas. Raqam mavjud emas. Yana biror raqamni esla. Do'sti, kursdoshlari kim bo'lsa ham. Ayta qolsang-chi, Jago. Belgiya universiteti. Yaxshi. Alo. Men bitirib ketgan talabalaringizdan biri Sarfaroz Yusufni qidirayotgandim. Ha, o'tgan yili Pokistonga ketgan edi. Raqamlari bormi? Uzr xonim, ma'lumotlarni aytishga haqqimiz yo'q. Xonim, uni topishim juda zarur. Rahbariyatdan ruxsat olish uchun yozma iltimosnomangizni jo'nating. Pokistondagi raqami. Uyni raqami. O'yla, Jago, azizam, o'yla. Men u yerda yarim kun ishlayman. Pokiston elchixonasi. U Pokiston elchixonasida yarim maoshga ishlardi. Meto Belgiyadagi Pokiston elchixonasiga qo'ng'iroq qil. Xo'p, sir. Baland ovozga qo'yib studiyaga eshittir. Assalomu alaykum, Pokiston elchixonasi. Alo,